Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari. Namangan Ramaka bozori. Qiziqqanlar videoni ko'rib, like bosib qo'yasizlar. Nech pul ekan aka bu xo'roz? 100 ming. 400 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Xo'roz nech pul ekan? Sizdanmi aka? Yo'q. Narx qancha? 2 million ekan bu. 2 million. Kelishtirib beramiz. 2 million ekan bu. Desam ham 5 ming. Siz chiroyli narsalar chiqyapti bozorga ham. Bu narxini ham adashmasam 1 million narx aytilgan. Million narx aytilyapti. Mana kul xo'roz. Namangan Ramaka bozorida. Sporda aloqaga chiqaveramiz. Mana azel zotlarga o'xshaydi. Chetdikida. Ajoyib qurishlar qarang. Ganoy zotlardan menimcha. Nech pul ekan, chep? 250 dan. 250 ming. Mayski cho'ja. Yaxshi boqibsiz-a, juda katta bo'lib ketar ekan bular. To'g'ri, g'ayri bo'lib qolibdi, bir kishiga tashladim. Ha. Yedirish kerak endi bundan buyon ozgina mehr kerak ekan. O'lim uchovisini bitta yurgan. Hammasi qurib. Bular nech puldan? Aka? 1.5 aka. 1.5. Maramir makion. Makioni qancha? 800. 800 ming. Bozoringiz bersin. Bu ham sizdanmi? 400 ga olindi. 400 ga olindi. Gap yo'q lekin. Juda arzon narx. 400 ming so'm. Bas bekorga. 400 mingdan ko'p narsa yegan bu yosh yoshga yetguncha. Ganoy ekan. Ganoy zotlardan. Kendi vaji jinnilar chiqyapti kerak. Yaxshilar. $100 narx qilinibdi bu xo'rozni, makonni. Mana hozir ikkita jo'jaga beraman deb. Juda katta makon. Mana qaytaman. 5 kilo oshib xo'rozlar. Bu yo'qda yana. Qancha ekan aka bu? 1 million. Yaxshi. Yog'ini bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. To'liq video. 3 kanal. 1,5 soatlik video qildim. Ko'taverasizlar. Azbek TV 52 deb yozsalaring chiqadi.